Assalomu alaykum obunachilar. 97-yil Damas'amiz chiqibdi. Zadimoz korobka, motor zo'r holatda, 4 ta balon yangi, 4 ta karmitalam yangi. Balonlarni qo'yilganiga bir kun bo'lgan ekan, akkumulyatorlargacha yangi mashinamizda. Holat ideal desa ham bo'ladi. Girmitkalari o'ziniki turibdi mana. Eshiklar hamma narsa cho'kka turibdi. Pollarigacha javob. Zadimoz ham 90 dan keyin kamroq ovozchasi bor ekan, 90 dan keyin kamroq. Mashinamiz propan gazda, 5 talik korobka. Mashinamiz Malibu sidinkalar qo'yilgan. Oldiga faqat Malibu sidinka qo'yilgan mana. Mikrofon, kolonka, hamma narsasi bor. Boyni aytib o'tganimdek 4 ta baloni yangi. Karmital diskalarda. Damas'amizning narxi 15 million so'm. Sunnatiga bironov o'tib beramiz. Egasining nomeri pastda bo'ladi, bemalol telefon qilasizlar.